shaharning eng sentr joyini farqiga boradigan insonlar uchun va shu tarz joy topib qo'yganman-da. Ko'rib turganingizda mana bu yerda yangi nastroykalar qurib qo'yilgan. Nariyoqqa qarasangiz mana orientir beradigan bo'lsam, bu yoq tarafda eski toshmaydi. Mana bu Darxon, mana bunisi Darxon Avenue bo'ladi. Darxon Avenue tagida xuddi shunaqa bilasizlar, qimmat joylarni mana shu отдельный стоящий 2 etajli zdaniyani korobka holatida, срочный narxlarda sotishyapti-da. Xohlagan biznesingizni qilishingiz uchun juda ham zo'r narsa. Men bilan misol uchun 2000-3000 dollardan kvadrati jiloy holatda sotilgan bo'lsa, bu joyi hozirgi kunda mana 2 etajli отдельный o'zizni joyingiz, отдельный parkovka bo'ladi. Mana shu именно biz hozir turgan joylar отдельный parkovkasi bo'ladi. Mana bu yoq past taraf ko'rsatadigan bo'lsa, bu yoqda yo'l xohlasangiz mashinalar sig'may qolgan holatda mana shu joylarga parkovka qilib, bemalol mashinalarni qo'yish mumkin bo'lgan joylarda. Endi agar siz biznes qilaman, men qiziqaman deydigan bo'lsangiz, bemalol qo'ng'iroq qilib, mana shu joyni o'zingiz uchun xarid qilishingiz mumkin. Срочный narxlarda narxi 3000 dollardan kvadratiga so'ralyapti. Bu menimcha sentr uchun juda ham zo'r. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar, sog' bo'linglar.